Salom bolalar. Biz bugun 100 ta bombani portlatamiz. Yo'q, mayli, 50 ta bombani portlatamiz. Agar mana shu videoda agar 100 ta like bo'lsa, obunachilarimiz ko'paysa, albatta 100 tani portlatamiz. Hozir esa 50 taga olg'a. 1 2 3 4 yo'q, gul 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ve 55. Bunu portlatishga olg'a. Sizlar esa like ve podpiskani bosib turinglar. Voy! Qolgan qismini qiling. Voy, ajoyib. Men bu yerda portlatgan narsa ana bu yoqlarga boribdi. Xo'sh. Men ana bu yerda ajoyib bombalar bor ekan. Bularni ham portlatamiz. Hoy. Oy qizchoq, bizning ekstremal bombamizda qatnashishga xohlaysanmi? Ana bu senchi yo'qmi? Baribir yo'q desang ham qatnashasan. Xo'sh. Nima bo'lishi mumkin? Ana bu aytgancha men hozir survivalga o'tib olaman va boy qishloqning ikkinchi qismini olamiz. Boy qishloq. Men kelganimda bu yer totem, har xil narsalarni topib qolgan edi. Tushunyapsiz, bolalar? Ana shu narsalar. Bu yerda daraja chaladi. Shunaqa narsalarni topib qolgan edi. Hali ham turibdi. Ozgina yangilanishlar qo'shdim bu yer. Videoda har xil narsalar tushmagan bo'lishi mumkin. Men undan so'ng bu yerni yangiladim. Mana bu yerda creeper shunaqangi yomon portladi. Hozircha bolalar hayır. Mening avvalgi birinchi qismini ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. Hop, hozircha